Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Bugungi juma kungi obzorimizni qo'yib o'tamiz. Bugungi juma kungi obzorimizda drabilka apparatlar va benzopilalar va yana motobloklar obzori bo'ladi. Har bittasini alohida chiqaramiz. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Juma yomingiz muborak bo'lsin. Ekranga yaxshiroq o'rnashib oling. Xalqimiz boshladik hozir. Endi drabilka apparatlarimizni tanishib o'tamiz. Mini drabilka apparatlarimiz bemalol ko'rganingizdek mini don solib, donlarni maydalab beradi. Bu faqat qo'ylar, mollarda faqat donini o'zini maydalab bersin degan aka-ukalarimiz uchun ishlatiladi. Bu mayda donlar uchun bunisi esa universalniy, ham donni bilsalaringiz silmagan holida bo'ladi. O'sha holda ham solib maydalasangiz bo'ladi, donni o'zini ham solsangiz bo'laveradi. Narxlariga keladigan bo'lsak 1.100.000 so'm, 1.200.000 so'm kelib, kelishilgan holda chiroyli narxda olib ketishingiz mumkin. Xalqim, ko'rib turganlaringizdek, motobloklarimizni motorlari hamma narsa yetib kelgan. Endi bugun sizlarga drabilkani obzorini qo'yapmiz. Bu drabilka apparatimiz universalning eng kichkina apparatimiz. Motorlari ham uyga xonadonbop bo'lib ishlangan. Va undan keyingisi ko'rgan bo'lsangiz suruvchi drabilka apparatimiz. Xaltalangan donlarni mayin makka, juho xohlagan mayda donlaringizni tiqib qo'yasizlar. Mana uchiga sizlarga mayin qilib maydalab beradi. Juda yaxshi drabilka apparatimiz bo'ladi. Bu drabilka apparatlarimiz ham kuchli, ham baquvvat ishlangani uchun pullari bu 3 million so'mdan qilib beriladi. Bular hammasi don maydalash uchun mo'ljallangan. Hozir sizlarga universalnisini ham tanishtirib o'tamiz. Bular bu yerda hashakni o'ziniki, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Hashakni o'ziniki 2 million so'mdan. Hashaklarni o'zini maydalash uchun 4 pichoqlik, 6 pichoqlik ishlangan. 4 pichoq, 6 pichoq. Motorlari ham yaxshi motorlardan qo'yilgan bo'ladi. Buni ustiga varonkali variant ham yetib kelgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ustiga varonkalari bor. 2.100.000 so'm. Lentichli variantlari ham yetib kelgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Varonkalari ham lentalari bor. 6 pichoqlik 3.5 million so'm. Arkasi juda lentasi katta ishlangan. Samara firmasiga tegishli 6.5 kW motor, 3.5 ming оборот. Oldida pichoqlar 14 ta qatorli pichoq qo'yilgan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 talik pichoq qo'yilgan. Mana shu qatorda 14 talik pichog'i bor. 6 ta original pichoq qo'yilgan. Va yana qaliniga 6 qatorlik original qalin pichoqlardan qo'yilgan bo'ladi. Narxlari 4 million so'mdan yana ham kelishtirib beriladi. Kelasizlar, olib ketaverasizlar. 2 million so'mdan 6 pichoqlik kelib xarid qilishingiz mumkin. Drabilka apparatlarimiz ko'rgan bo'lsangiz, Xitoydagi 2 million 300 ming so'm, 2 million 500 ming so'm, 2 million 800 ming so'm va 2 million 800 ming so'm. Universalnisi ham yetib kelgan, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Universalnimiz esa 3 million 300 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Mis motor qo'yilgan, sifati ancha yaxshi ishlangan drabilka apparatimiz. Akalar, bularda ishlayotgan variantlarini ham qo'yganmiz. Imini Samara firmamizda ishlangan varianti ham bor edi. Nimaga qo'yganmiz? 6.5 kW motor, 100% met, 100 talik motor qo'yilgan, 90 talik emas. Shunisiga e'tibor berasizlar. Olayotgan vaqtda motoriga e'tibor berasizlar. Mana bizlarning motori mana 100 talik motor qo'yilgan. 3.5 ming оборот, 100 talik. 100 talik motor qo'yilgan. 100 talik motor qo'yilgandan xarid qilishingiz kerak. Chunki sifatlari ancha yaxshi bo'ladi. Katta ish bajaryaptimi? Shuning uchun katta motor qo'yishingiz kerak. Mana bunday qilib sizlarga hozir ko'rsataman. Mana sotuvda kichkina motor bor. Sotuvda bunday kichkina 90 talik bo'ladi. Shunga e'tibor beringlar, 90 talik motor salgina pullari arzonroq chiqadi 90 talik motorlarda. Kerak bo'lsa suruvchilardan xohlagan turidan bor. Drabilka apparatlarimiz optim bazada, optim narxlarda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, qaysi biridan kerak bo'lsa bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz drabilkalarimizni benzinoviy motor qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi. Misol o'zlaringizga xohlagan kelib, kelishib
ustiga olishingiz mumkin. Manzilimizni to'g'ri tushuntiramiz. Manzilimiz Toshkent shahri Arqulov bozori M39 katta trassa vohadan kelishda Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent shahariga kiraverishda yo'lni bo'yida Arqulov bozor bor. S1 magazin kelib cheklanmagan miqdorda motobloklar, disklarni, drabishni apparatlarni xohlagan turidan mavjud. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang xalqim. Bundan keyingi obzorimiz original Texa, germansk Texa motobloklari va original yaxshi motobloklarimiz kelgan. Shularning obzorini qo'yamiz. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaringiz sog' bo'lsin.